Mana maktab, mana uyingiz. Akalar orasi 10 metr. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Biz Sergeli Yangi hayot 8-hududdamiz. 16 qavatli binoni 1-qavati. Tak, 2 xona 67 kvadrat metr, 99% jihozlari o'zini joyida qoladi. Uyga holati zo'r. Tak, narxi keladigan bo'lsa $74,000. Tak, manzil Sergeli Yangi hayot 8-hudud bo'lyapti. Akalar, bu uyni biz o'tgan safar ham sotuvga qo'ygandik. Bu uyni ko'rganlar biladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra uy egasi safarda bo'lib qolishganda o'shani hisobiga sotish olmadi. Boshqatdan sotuvga qo'ydi, uyni ko'ramiz. Anu tayyorda kirib yashashgan. Anchadan beri odam turmayotgan ekan. Bu yerda mana kladovishning joyi ham bor. Oke, 95-96% jihoz narsalari qoladi. Bu yerda sanuzel ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yoqda mana kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham barcha jihozlari o'zini joyida qoladi va kuxnyaga kiramiz. Faqat mana shu xolodilnik bilan siralkani olib chiqib ketaman, deyaptilar. Zalni ko'ringlar, zalni va chiroyli qo'yishdi, qo'ymaling. Hamma narsa bo'ladi-ku, o'ziga yarashadi xonani, xuddi mana shunaqa. Okalar, manzil keladigan bo'lsa, Sergeli Yangi hayot 8-hududda 16 qavatli binoni 1-qavati 2 xona 67 kvadrat metr, ipotekaga ham to'g'ri kelgan holda. Uyimizning narxini $74,000 baholadi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan o'chi bolalar, hammaga rahmat.